Avvalda 2 kun edi. 3 kunga chiqarish uchun men qattiq iltimos qilardim. Ustoz juda qiynardilar. Bir oyatni berishga haqlari bor edi. Faqat bir oyat. Faqat bir oyat-a? Ha, faqat bir oyat. Shuncha masofani bosib kelsang bir oyat berarmidi? Allohga qasam shunday qilardilar. Allohu akbar. Ba'zi kunlari hech o'ynamas edim. Lekin sen o'yinqaro ekansan, eshitdim. Alhamdulillah, Rabbim bizga ko'p in'om qilib, ko'zimni olib qo'ydi. Bu bergan ne'matlari uchun alhamdulillah. Men namozimda Alloh ko'zimni qaytarib berishini so'rab duo qilmayman. Alloh ko'zingni qaytarib berishini xohlamaysanmi? Nima uchun deng? Nima uchun? Shoyat qiyomat kunida ba'zi azoblarimni yengillatishga sabab bo'lsa, shoyat Allohning huzurida qo'rqib, titrab turganimda Qur'onimni nima qilding deb so'rasa, menga hujjat bo'lib qolar. Alloh taolo xohlaganini o'z rahmatiga oladi. Lekin u menga Qur'onni yod olish ne'matini in'om qildi. Allohga hamdlar bo'lsinki, men hozir qayerga bormoqchi bo'lsam, o'zim yolg'iz bora olaman, lekin otam menga qo'rqadilar. Ushbu damlarda ko'zlari ochiq, ko'rishga qodir bo'la turib, Qur'on yodlashdan dangasalik qilib yurgan ko'pchilik insonlarning holatlarini esladim. Ey Alloh, Allohning huzurida hujjatlari nima bo'larkin? Nima bo'lsa ham Allohga hamdlar bo'lsin. Mashaalloh, Shayx Muoz senda Ibn Qayyimning bir qoidasi bor ekan deb eshitdim. Ha, qanday qoida? Ibn Qayyim aytadi: Alloh qaysi bandasiga o'z hikmati bilan bir eshikni berkitsa, albatta unga boshqa eshikni ochib beradi. Bu deganing, sen do'stlaringning ichida ko'rishdan ajralishing sababli ma'yus bo'lmaysanmi? Yo'q, hech qachon. Ba'zilar xo'rlanadi-da. Yo'q, sizga rostini aytsam, men yoshlikda ozmoz achchiqlanardim. Ha, lekin hozir aslo g'azab qilmayman. Alhamdulillah, bu Allohning qazo va qadaridir. Ha, qudsiy hadis